Bu tovuqni normal rangimi? Men tushuna olmayapman nima bu. Tovuqni rangi bunaqa, ko'rasizlar? Mehmonlarni hurmat qilmaydigan menejerlar ishlaydigan joyda %100 hech qanaqa kontrol ham, yaxshi ish ham bo'lmaydi. KFC'ni obzorini so'raganmidinglar? Marhamat, Maxim Gorkidagi KFC'ni obzor qilamiz. Qanotdan boshlaymiz, mana qaranglar. Men tushunmayapman-da, sizlar yog' zavodda ishlaysizlarmi? Juda yog'li. Qo'lim yog'ligidan foydalanib noshkani yeb ko'ramiz. Noshkani rangini men bunaqa, rangini ko'rasizlar? Pupillab hidi kelyapti, cho'ta rangi meni qo'rqityapti. Men yemayman, xo'p shuni. Navbat ikki xil stripsga, mana bunisi achu, mana bunisi achu emas. Lekin bitta savol, mayli, achchig'ini rangi boshqacharoq desanglar. Mana, rangini farqini ko'ryapsizlarmi? Bitta narsada nimaga tovuq pishiradiganlarda shu muammo, bu eski yog'ga o'xshaydi-da. Mana yangi yog'da mana shunaqa bo'ladi. Top-toza bo'ladi, oppoq bo'ladi, ko'ryapsizlar? Lekin srazu ayta olaman, quruvga o'xshayapti rangi. Bunisi quruq, ko'ryapsizlar rangini farqini? Ichi nima bunaqa? Bu oppoqda, bu qanaqadir sal odam qo'rqitadigan. Bunisini yemayman. Kurining nuggets ekan, bunisi kurining nuggets farshdan qilingan ekan. Lekin yaxshi, buni esa bo'ladi. Crunch ostroy. Buni ham rangi sal, oh my god. Rangi menga yoqmayapti, uzr, yemayman, xafa bo'lmasanglar, fikrimni ham ayta olmayman. Qadimgi rangi, nimaga bunaqa rangi menga kimdir ayta oladi? Men buni otini bilmayman, lekin file ekan, ranglari tuppa-tuzuk, buni esa bo'ladi. Sal quruqroqmi? Bu yaxshi. Pickle chef burger ekan, yeb ko'ramiz. Bu uchqasi bo'ladi привозной, bo'ladi. Franchiza bo'yicha O'zbekistonda qilishmaydi, yeb ko'ramiz. Po крайней мере, to'g'ri chiroyligina, oppoqgina, buni yeb beramiz. Oddiy chef burger ekan, yeb ko'ramiz. Men uchun quruq, lekin yomon emas. Просто quruq. Men sizlarni ko'ryapman. Bitta dona bodring, ito bilmayman, qanaqa samuraylarni pichoqida kesishga juda ham yo'q. O'ta quruq. Nimagaligini o'zingiz tushunasizlar, hamda undoq pirtda deb ketib so'rab berishgan. O'ta quruq. Bu yerda ikkita sir, 3 ta bodring bor ekan. Bu qimmatli burger ekan. Yegan 3 ta burgerim ichida eng sochni narsa, eng mazaligi mana shu chiqdi ekan. Box Master. Men uchun pitasi sal qalinroq, lekin nachunkasi такой, sochni, hidi yo'q. Yaxshi. Bitta Box Masterga nisbatan quruqroq, buni ham xamiri qalin pitasi. Korchi menga bu quruqlik qildi. Prям ko'rasizlar? Filani o'zi quruq. Blonger bilan salati bor, yegim kelmadi, chunki meni ishtahamni taqadaq bo'g'ishdi. Shuncha yegan ichgan narsamiz 418 ming bo'ldi. Ichida Coca-Cola'si ham bor. Tushunaman, odamlar hamma yoqni bardak qilib tashlaydi, lekinchi borib menejerga ham bog'luvdi. Mana yoyilib yotgan ko'chani qaranglar. Bunaqa joyda o'tirish odamga неприятно bo'ladi menimcha. Fikrimni aytishimdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Tovuqni ahvolini ko'rdinglar. Men menejerni chaqirtirib, nima sababdan tovuq bunaqa deb savol berib turgan joyimda telefonlari jiringladi va menga tupurib qo'ygan holda telefonlarni ko'tarib bemalol gaplashishni boshladilar. Kechirasizlar-yu, odamga nisbatan, mehmonga nisbatan bunaqa munosabat menimcha bu juda ham noto'g'ri narsa. Keyin yonimga kelib, vaziyatni tushuntirmoqchi bo'ldilar. Afsuski, meni behurmat qilgan odamga hurmatini men joyiga qo'ya olmayman. Bu birinchi, menejerlar haqida o'ylab ko'rasizlar. Ikkinchidan, tovuqni ko'p hollarda rangi, ahvoli sal men uchun g'alatiroq tuyuldi. Shu sababdan bu narsani yo ko'rib chiqasizlar yoki kommentariyada KFC'dagilar nimaga bunaqa bo'lganini izohda yozib ketasizlar degan umiddaman. Umumiy fikrimga keladigan bo'lsak, ba'zi narsalar yoqdi ko'rganingizdek, ba'zi narsalarni hattoki yemadim. Keyingi safar qayerga boramiz? Sizlarga KFC yoqadimi yoki yana qaysi tovuq fast food yoqadi? Kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi safar qayerda sizlarga obzor qilib beray, lekin asabimni menejeri juda ham qattiq buzdi, aytib qo'ying.